14 yoshli pokistonlik Ali ismli yigit PUBG o'yinida doimiy yutqazganidan va onasining doimiy tanbehidan sabri tugab, butun oilasini otib tashladi. Ya'ni ikki singlisi, akasi va onasini o'ldirdi. Sud unga butun umrlik hukmni berdi. Hurmatli ota-onalar, ogoh bo'ling. Bu videoni o'smir farzandi bor har qanday insonga jo'natib qo'ying. Boshlovchilar, O'zbekiston bayrog'ini kibersportsmen bo'lib butun dunyoga tanitaman degan yoshlarni oyog'iga bolta urmang. Realniy video yoki faktlari bilan keltirmasdan chet elda bo'layotgan narsalarni O'zbekistonda ham bo'ladi deb xavotir olmang akajon. Bizani pabgar bolalar hech qachon ota-onasini yoki oila a'zolarini o'ldirishga qo'li bormaydi. Chunki biz musulmon davlatmiz. Ular ham musulmon deyishingiz mumkin, lekin biz u darajada tarbiya olmaganmiz. Bezorlik qilib, birovlarni pulini o'marib yurgan bolalar yaxshi-yu, uyida tinchgina PUBG'sini o'ynab o'tirgan bolalar yomon. Ha mayli. Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring.